Ravshan aka, mana hozir bahorga havola bo'lyapti. O'sha sekin bahor ham kirib kelyapti. Kichkina bolajonlar uchun nimalar tavsiya qilasiz? Xo'p, kichkina bolajonlar uchun, ota-onalar uchun ham, misol uchun katta kolyaskalardan charchaganlar uchun yengil narsa qidirayotganlarga har xil yoshlikdagi narsalar olib kelib qo'yganmiz. Misol uchun mana bu orqasidan aytib bergan upravleniyamiz yengil bo'ladi. Narxi 380 ming so'm bo'ladi. O'zidan kichkina o'yinchoq ratsiyalari ham chiqadi. Bemalol orqasidan boshqarsa ham bo'ladi. Bu 1 yoshdan boshlab bemalol uchirsa bo'ladi. O'tkazib olasizlar, orqasidan boshqarasiz. Ballonlarni ko'rasiz, 360 gradus aylanar ekan. Ha, 360 gradus aylanadi. Boshqaruvchilar ham, vesi ham juda ham yengil, ayniqsa kvartirada turadiganlar uchun juda ham qulay. Endi 1 yoshdan keyin, ya'ni 2 yasharlik bola uchun mana bunaqa talakarlar bor. Bemalol o'tirib uchsa bo'ladi. Baquvvat bo'ladi, dizaynlari ham juda ham chiroyli. O'zida muzikalar ham bor. Ballonlari plastmassa bo'ladi. Narxi 280 ming so'm. Endi 3 yoshdan teparoq farzandlar uchun mana bunaqa mototsikl, to есть mini kar olib kelganmiz. Pedallari bor, samostoятельно boshqarish kerak bo'ladi. Bu elektron, buni undan tashqari bunaqa pulti, zaryadli устройстволari ham bor. Endi zo'r tarafi, agar 3 yashar farzandligi bo'lsa, undan ham kichkina 1 yasharligi, 2 yasharligi mana ham uchaman deb qolsa, ular uchun zo'r narsa ham bo'ladi. Mana kichkina. Ha, bu 2 в 1. 2 в 1 mini bo'ladi mana. Orqasidan itarib yursa ham bo'ladi, o'zi ham uchsa bo'ladi. Buni ham 360 gradus aylanadigan ballonlari bor. Buning narxi 980 ming so'm. Nalichida bor. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Xolisinglar, dastavkalarimiz ham bor.